hozir $1000 topayotgan odam $1,000,000 qilaman desa o'xshamaydi. Lekin oyiga $1000 topayotgan odam nima qilsam 2x qilamandan boshlaydi. Bo'ldi, sizlarga men bitta insayt hozir o'zingizga yozib qo'yinglar. Birinchi zadachangiz 2x. Nima qilsam 2x qilaman. Bo'ldi, hozirgi A tochkalar bor, oyda 100 so'm savdo qilyapsiz. 1000 so'm savdo qilyapsiz, million qilyapsiz, farqi yo'q. Nima qilsam 2x qilaman yoki $1000 foyda pul topyapsiz. Men qara, hozir men to'g'ri bir kun kelib million yaxshi, lekin men hozir $1000 $2000 qilishim turibdi. Nima qilsam 2000 topaman. Oyma-oy mana shu, nima qilsam 2000. Qaysi bilim meni 2000 ga olib boradi? Qaysi bilimim, qaysi tajribam uchun bozor menga 2000 beradi? Klientingiz beradi yoki ish beruvchingiz beradi. Xuddi shunaqa xodimingiz kelib, aka, so'ragan treningga bordim, 400 topardim. To'ydan keyin menga 8 kerak ekan, 8 beringizmi? Menga nima qilaylik? 10 ta treningga bormaysan. Boshqacha qilib, aka, men 2x sotishim kerak, nima qilishim kerak? Menga maslahat bering deb ishdan qochmayapsa, ukam, sen sotuvchilik qilsan yaxshi, lekin sen 5 ta sotuvga rahbar bo'lib, men bitta $10,000 emas, $20,000 yo $100,000 emas, $120,000 qilishni o'ylagin. Men seni probleming, sen ishxonani masalasini hal qil, men seni masalangni hal qilaman deb qo'yamiz-da.